Bolamni onamga qoldirib, o'zim turmushga chiqyapman. Birinchi turmushimda bunaqa narsalar olib berishmagan. Bu ikkinchi turmushim, ular juda ham orzu havasli oila ekan. Shunaqa narsalarni qo'yarda qo'ymay olib berishyapti, lekin men juda ham uyalyapman. Odamlar kulmasmikin deb. Men ham yosh qizcha emasman, bolam bor. Bo'lajak turmush o'rtog'imni qizlari borligi uchun o'zimni o'g'limni onamga qoldirib, o'zim turmushga chiqib ketyapman. O'zi to'g'ri qilyapmanmi? Adolatdan bo'lyaptimi o'g'limga deb. Boshqani bolasini boshini silab, lekin o'zimni o'g'limga kelganda ona mehridan ayarkanman-da dedilar. O'zim ham ona bo'lganim uchun ularning gaplaridan juda ham ta'sirlanib ketdim. Uzoq tanlab mana shu taqinchoqlarni oldilar. Chiroyli qilib brend paketlarimga solib berdim. Hammasining narxi qizlar 1.600.000 so'm bo'ldi. Uyda o'tirib oyda $300 dan $1000 topishni xohlasangiz, taqinchoq hunariga sizni taklif qilaman. O'zingiz sevgan hobbini bajarish bilan birgalikda shaxsiy brendingizni yaratishni o'rganasiz. Mani ismim Farida Baxtiyorovna. Taqinchoq yasash sohasida 7 yillik tajribaga egaman va Xrustal Farida brendining asoschisi hisoblanadi. Taqinchoq biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga yoki Telegramdan kurs so'zini yozib qoldiring yoki Xrustal dasturiga kirib darslarni ko'rishingiz mumkin.